Farzandingiz Dubayda yashab, zamonaviy kasb egallab, yaxshi daromad topishni xohlaysizmi? Eng talabgor kasblardan biri SMM marketing. Endi siz ham shu yo'nalish bo'yicha mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Aynan Dubayda yaxshi ish topishingiz uchun maxsus kurs ochdi. 3 oyning ichida SMM mutaxassisi bo'lish va Dubayda yaxshi ishlash imkoniyati. Bu kurs sizga nafaqat SMM ni o'rganish, balki real mijozlar bilan ishlash va biznes egalari xizmat ko'rsatish bo'yicha amaliy tajriba ham beradi. Dubayda biznes egalari qanday xizmat ko'rsatish mumkin? SMM orqali doimiy daromad qilishning samarali yo'llari. Dubayda mijoz topish va ularga qiymat berish sirlarini o'rganasiz. Shaxsiy brendingizni yaratib, o'zingizni professional sifatida tanitish. Buning ichiga quyidagilar kiradi. Dubayda 3 oy yashash bepul. Dubayga kelish uchun aviabilet bepul. Amaliy trening va real loyihalar ustida ishlash. Dubay bozorida ish topish va mijozlar bilan ishlash bo'yicha barcha imkoniyatlar. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Agar Dubayda SMM sohasi bo'yicha ishlashni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'ling. Kommentariyada Dubay so'zini yozib qoldiring va biz sizga Telegram yopiq kanalini silkasini tayinlaymiz. Va siz kursga qo'shilasiz.